Madinai Munawwarga fitna boshlagan kelinlardan beri. Men Madinai Munawwarga zid izlab kelganman. Maqsad qilib, kelinlar tanib mana maqsaddan tanib hamda yo'lni degan ibodat. Bu hamma chan masjidga Alloh subhanahu va taolo masjidga tanib hamma istiqlol biz mahoratingizni olib oshirishga ovqat yeysiz bu. Qo'ya hamma ishni o'zimiz qilamiz. Biz Alloh bemorsiz. Siz rozi bo'lib chiqaramiz bu yerga. Bilamiz. Guruhlar, o'zinglar bu yoqqa to'xtab qadr qiymatga tushinglar. Amal qilinglar, bu asal qiladi. Masjidda qilib ibodat qo'ying Allohga. Allohga yaqin bo'linglar, qurbat hosil qo'yinglar. Joy deb yig'ilab kelgan joyimiz masjidjon. Hamma kechani so'radi, kunduz so'radi, ey Robbim, meni chaqir, men ham boray. Qo'shni ketsam aytdi, jiyaningiz, qarindoshim hamma ketsa, ayting men ham boray, chaqiring dedingiz. Hamma keldi mana. Mana masjid duo ijobat masjidda o'tiribsiz. O'ylamang, pulim ko'pligi uchun keldim. Chizim chiroyli uchun, qomatim chiroyli uchun kelmadingiz. Illo Alloh xohlagan uchun keldim. Alloh sizlarni masjid joyida ko'rishni xohladi. Va labbayk aytishingizni xohladi. Va chaqirib keldi. Dengizlarni, tog'larni oshirib keldi. Shuning uchun arzimagan narsalarga sarg'imang. Ibodat qilgan uydan chiqib hammangiz ichingizda qilaman deb keldingizmi? Bajaring. Allohga va'da berib keldik, bajaring. Mana biz Alloh taolo yangi yurtga chiqir. Bu Mana hojona. Aloqada. Chincha kech qo'ygan bo'lsa, ikki chatta bo'lsa ham o'tiradi. Birinchisiga o'chirdim. Bizlardan bir qancha shifoxonada uylar hozirgi suvni labini ho'llab qo'y qizim deb qanchasi yotibdi. Bir bora ho'llab qo'y qizim deb. Bir to'p suv ichishga muhtoj. Bir ichgandan keyin chiqarishga muhtoj faqat. Mana bu salomat bo'lib o'zlarining baxti payg'ambar uyiga yo'llar qo'llarni mana bu payg'ambar joylarni إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. أمان الله كمي ليلى إيمان الله أمان الله شفاعتي يا رسول الله أمان الله كمي ليلى إيمان الله أمان الله
أمان الله شفاعتي يا رسول الله. تعالوا بينا نصطلح فباب الرضا قد فتح، وداو الفؤاد الذي بسيف الهوى قد جريح. أيا مدعي حبنا دع الروح ثم الطريح، تعلق بأهل الهدى وقل للعاذل استريح. أمان الله أمان الله كمي ليلى إيمان الله. أمان الله أمان الله شفاعتي يا رسول الله. ولي قلب من حبكم على بابكما بريح، ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يصيح. ألا يا رسول الكريم عليك صلاة صحيح، وشوقي لكما انقضى وحبي لكما بريح. أمان الله أمان الله كمي ليلى إيمان الله. أمان الله أمان الله شفاعتي يا رسول الله. وكم لاماني لائمون وما بسلوي فريح، أما ترحم باكيا إذا ضاحك المنشريح. فيا سعد من حبكم ففي العقيبة قد ربيح، ترنم بذكر النبي وغرد به ثم صيح. أمان الله أمان الله كمي ليلى degan turi bor. Ana shu ajvani kimki bir kunda 7 dona ertalabda ajva hurmosdan yesa sehr va zahar tazadi. Hurmo daraxti Odam alayhissalom yer yuziga tushgandan keyin birinchi suqqan mevasi hurmo daraxti. Endi uni naslabda biz bilan bir xil yashagan. Biz ham Odam alayhissalomga boramiz. Naslimiz hurmo ham Odam alayhissalomga boradi. Nasabda bir xil yashagan. Hurmo ham xuddi insoniyatga o'xshaydi. Ya'ni ular ham juft bo'ladi. Ya'ni uni ham ayoli erkagi. Shunga Alloh taolo hamma narsani juft yaratdi dedim. Hurmo ham xuddi shunday. Hurmo mavsumi endi hozir bog'bonlar uz bo'ldi. Ya'ni sentabr uz bo'ldi. Hojaka oxir avgustda shunaqa pishadimi? Hojaka hamcha avgust oyida tugaydimi? Ya'ni iyul pishish oyida. Iyul avgust tugaydi. Hozir pishib hosildor bo'ldi. Hurmo daraxtini o'lchovini qarangki, bitta nima bir bo'limi mana bu 3 ta. 1 yosh. Ha, xuddi odamga o'xshab 60-70 yil yashaydi. Injilni ham odamga o'xshaydi. O'zi bu daragidan suqib qo'ysa bo'ladigan daraxt emas. Yonidan bir parvarishlab bolasini o'stiradi, kichkina. Bolasi katta bo'lib, yonida 5 yillar olib o'tirgandan keyin uni ko'chirib boshqa joyga olib ketadi. O'shandan keyin xuddi uzumni shingiliga o'xshab, mana shingil bo'lib pishadi hurmo. Tepada bor ana. Bor ekan? Ha, mana ko'rinishi bor ekan, mana. Olib qo'yibdilar, maxsus. Ko'ryapsizmi? Bir kuni Payg'ambar alayhisalomning oldiga Umar radhiyallohu anhu keldi. Payg'ambar alayhisalom yelkasida bir qizillikni ko'rdi, bo'ynida qizil. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh, bu Kisrolar, mana bu Hiraqllar butun qasrlarda, oppoq bo'lishlarda, yumshoq o'rinlarda yotibdi. Siz rahmatlar lil olamin bo'lgan, bugun butun olamlarda rahmat bo'lgan zot yotishingiz bunaqa bo'lishlaringizda qattiq narsalarni izlari bo'la, ya'ni mana qattiq narsada yotgan ekan, u kishi yumshoq bo'lishda yotmagan ekan, bizga o'xshab. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanki, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. أمان الله أمان الله كمي ليلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعتي يا رسول الله أمان الله أمان الله كمي ليلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعتي يا رسول الله تعالوا بينا نصطلح